Boshladik. Qaranglar, birinchi demak yuk avtomobilda kamar taqib olinadi. Kamar. Savdodaga o'rgattirildi. Yuk avtomobil haydamaganmiz. Kamar taqiladi, spreyni polgacha bosiladi, birga olinadi. Tak, bunda 2 ga olinadi ekan. 2 ga olinadi. Demak, chapga oxirigacha emas, sal Ozgina tortasiz 2 ga 2 ga olinadi. Bunda demak 2 da qo'zg'alinadi. 2 da qo'zg'aladi. Shunday tormoz tushiriladi. O'zimizning yengil avtomobilda. Spreynani o'zida qo'zg'aladimi, qo'zg'almaydimi? Qo'zg'aladi. Tak, sekin spreynani o'zida qo'zg'atamiz. Yengil avtomobilga o'xshab yuk avtomobilda ham. Demak, 30 sm olishimiz kerakmi? 30 sm bo'lishi kerak o'ng tomoningiz. Xo'p, nima qiling hozir? O'ngroq yuring. To'g'ri Qarang, kelyaptimi? sekinlashing tormoz bilan. Mana shu uzuq tugaydi, sizga oq palaza ko'rinish bilan to'xtaysiz. Opa, bo'ldi mana. Opa. Mana bu burchagi bilan oq palazani burchagi to'g'ri bo'lishi kerak mashinani. O'shanda to'g'ri bo'ladi. Endi tak, polni o'zizga tortasiz ko'rsatdi. Oxirigacha. Oxirigacha tortdingiz. Rga urdingiz. Rolni oxirigacha o'ngga burasiz. O'ngga buraman. Yuravering shunday. Bunda ham mana Cobaltga o'xshab daqqa etib oxiriga polni bir uring. Polni bir uring. Endi chap bakoy bilan ishlaysiz. Chap bakoy. Ko'ryaptimi bakoy? Yuravering hozir. Yuravering. Qarang, oynani qirrasi tugash joyiga sariq uzuq palazani to'g'rilaysiz, tugashini. Yengil avtomobilda biz burchagini olardik-da. Bunda burchak olinmaydi. Yo'q, oynani qirrasi bilan ishlaysiz. Yuravering. Yuring, hali bor, yuring. Yana yuramiz. Keldimi? Yana bo'lmadimi? Bo'ldi. Mana bu uzuq tugashi, mana bu tugashiga oynani qirrasi to'g'ri bo'lsa, sal yuriya hozir. Bo'ladi, to'g'ri turibdi hozir. Endi rolimizni to'g'rilaymiz. Tak, necha marta? 3 marta chapga bo'ladi. 1 2 3 bo'ldi. Endi orqaga harakatlanamiz. Tak. Brizgavik ko'rinar ekan bunda. Brizgavik ko'rinadi. Brizgavikda sariq uzuq palazadan 30 sm o'tkazasiz. 30 sm. Uchiga emas, Yo'q, o'tadi. 30 sm o'tsin. Yuring. O'shanda balon kelgan bo'ladi. Bo'ldi, balon bosdi o'sha. Balon bosgan. Endi chapga burasiz. Polni mana 30 sm o'tib turibdi mana. Rolni polni 3 marta chapga burasiz. Chapga. Endi o'ng bakoyimiz bilan ishlaymiz mana. Bemalol oq palazaga chiqadi, qiynalmasdan mashinamiz. Mana. To'g'ri chiqyapti mana, yuravering. Kelyapti? Kelyapti. Yuramiz. To'g'ri qiyin mashina. Yana ozgina. Bo'ladi. Endi rolni to'g'rilab 1 2 3 ta agar ozgina yurib olsak, mana bu chiqib ketishimizga yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik chiqishda mana shu oq palazani bosib qo'yadi o'ng tomonni. Qancha ortga yuriladi? 1,5 metrmi? 1 metrlar yuravering. 1 metr bo'ladi, zo'r mana. Bemalol chiqib ketasiz endi. Endi bizlar reldan olamiz. Reldan olib, ikkinchi ko'rsatga urib, ozgina tortasiz. Yo'q, ko'p tortyapsiz, ozgina. Bo'ldi mana. Endi oxirigacha chapga. Ozgina chapga. 1,5 ta chapga qilasiz. Bo'ldi, yuramiz endi sekin. Bemalol. Qachon to'g'rilik? O'zi orientir qilib olinadi. O'zi orientir qilib olinadi. Bemalol tegmasligi kerak burchakka. O'ng tomonimiz xavfliroq bo'ladi. Bosmasdan chiqish kerak mana. Bo'ldi, zo'r. Finishga chiqqanda favorotni o'ngga yoqib, o'ngga yoqib chiqib ketasiz. O'ngga yoqib chiqib ketasiz, bo'ldi shunday. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar kimga yana savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, Xudo xolisa o'rgatib nima qilishga harakat qilaman. Rahmat hammaga. Hammaga rahmat.